Sizga so'nggi savolim, hayotingizdagi eng esda qolarli voqeani biza bilan ulashsangiz. Bir kichkina qizaloni operatsiyasini qildim. Unga zudlik bilan qon kerak bo'lib qoldi. Nahotki butun boshli klinikada shu qizchaga to'g'ri keladigan qon bo'lmasa. Behroz Shahidovich, bizning klinikamizda bunaqangi noyob qon turi hech qachon bo'lmagan. Qidiryapmiz, lekin topilmayapti. Doktor, qon muammo bo'lyaptimi? Meni ham, ayolimni ham qon guruhi to'g'ri kelmaydi. Faqat akasiniki to'g'ri keladi. Men roziman, doktor. Ana bo'ldi. Doktor, endi men qachon olaman? Bu nima deganing bolam? Sening uchun jonimni berdim-ku. Endi qancha yashayman? Bu holat bir qarashda kulgili tuyulishi mumkin, lekin bolani o'zi yosh bo'lishiga qaramasdan o'zini mardonavor tutib, o'zini singlisiga jonini berishga tayyorligi bilan hozirgi zamondagi qanaqadir yerni yoki arzimagan matohni talashadigan, jigarlarga o'rnak bo'ladigan holatga guvoh bo'lganman.